Hi everyone, welcome to the Language Training Center Breakfast English program. Sağlar yaxshimizlar. Bizning nashliq ingliz darsimizga kelganlarni qarshi olamiz. Endi bugungi programmada shu nurg'un ingliz so'zlik ishlarni, bular ma'noli ingliz bo'lmaganlari, bular id qatqanda shuni talaffuz qilishda nurg'un xatoliklar bor. Bo'smush xatolikni bugun tuzib o'tsak programmada. Masalan, buningga oxiri t yoki d bilan oxirlashgan fe'llarda, albatta shu fe'ldan keyin id qatimizni o'tgan zaman yasash uchun. Buni qarasanglar, id qatqani id deb tarafiz qilinadi. Id deganda bu ko'pincha shu gelimiz misha organimiz qanday azroq titraydichi vibration bo'ladi. Mushin tarafiz qilganda misha azroq qanday sanlar eski san bo'ldi. Masalan, wanted, did, shunama wanted, needed degandek wanted, needed. Bu nimda tarafiz qilinadi sanlar id. Undan keyin oxirini deb tarafiz qilinadi. Bo'lib shu deb tarafiz qilgan yerda jiqpallar nima aytsanlar id deb tarafiz qiladi. Masalan, helped bo'lsa helped ya helpdim demayman. Helped amliyati bu nima aytsanlar helped emas nima helped. Bularni musharika jarangsiz tovushlar. Qaranglar, ma'u harflar jarangsiz tovush qilindi. Masalan, k, sh, ch, j, s, s deganga o'xshashchi. Masalan, sh degandek. Hargizmi p demaymiz shuni. Bu yerda jarangsiz. Bu nima desanlar? Helped. Oxiri t tarafiz bo'ladi. Helped, looked, washed. Look it, o'qas olmayjimi? Look it demaymiz, looked. Dabanglar, agisanglar, looked. Yaxshi. Washed, watched, laughed. Okay. Laughed bo'lib qo'ysa olmaydi. Laughed, breathed, kissed, danced, fixed. Okay, deganga o'xshash. Masalan, fixed, shunaqa. Helped, looked, washed. Naytaqchi, ya'ni qayta onsanglar bo'ldi. Andan oxiri nima dersanglar, musha d deb talaffuz qilganlar. Bular oxiri L, N, R, G, V mushariflar bilan oxirlashgan. Qarab baqsanglar bo'ldi ekranga. Masalan, called, buni called deb olsa qolmaydi. Called, cleaned, offered, damaged. Okay. J bilan oxirlashgan shunama. Damaged, loved, used, okay, used, followed, enjoyed, amazed. And I tell you, you know what we did? Called, danced, offered, damaged, loved, followed, enjoyed, amazed. Demek ki bu şu jaranglık tavuşlarga dahta tarafiz bo'ldi. Hamsa buningdek eg'iz tilanglarda bo'lsa shu talaffuzga alohida diqqat qilsanglar. Bularni shu yerga looked hargiz looked emas. Asked hargiz asked emas. Shunga shunga diqqat qilsanglar. All right, that's all for today and see you next time. Goodbye.